Hurmatli elektr energiyasi iste'molchilari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23 oktyabrdagi elektr energetikasi tarmog'ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan mamlakatimizning barcha joylarida bo'lgani kabi Toshkent shahrida ham elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish ishlari bosqichma-bosqich reja asosida olib borilmoqda. Alohida ta'kidlash kerakki, ushbu zamonaviy elektr hisoblagichlar iste'molchilarga bepul o'rnatib beriladi. Qidirish tugmasining ishlash tartibi: birinchi bosqichda hisoblagich davlat raqamini, ikkinchi bosqichda joriy iste'mol quvvatini, uchinchi bosqichda aniq vaqtni, to'rtinchi bosqichda sana, oy, yilni va nihoyat 5-bosqichda iste'mol qilingan elektr energiya miqdori ko'rsatkichini ko'rsatib beradi. Elektr hisoblagich yangisiga almashtirilganda hisob raqamingizdagi mavjud barcha mablag' saqlanib qoladi. Elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimining joriy etilayotgani iste'molchi va elektr ta'minoti korxonasi o'rtasida adolat mezonini yaratadi. Yashash joydagi elektr korxonasiga kelib, to'lov hujjatini, ya'ni kvitantsiyani to'ldirishda e'tiborli bo'ling. Ism familiyangizni, manzilingizni, shaxsiy hisob raqamingizni va to'lov miqdorini to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Qolgan barcha hisob-kitoblarni amaldagi tarifga asosan dastur tomonidan avtomatik hisoblanadi. Qarzdorlik haqida ma'lumot olish uchun siz yashash joyingizdagi tuman elektr tarmoqlariga uyali telefon raqamingizni taqdim eting va 2100 qisqa raqamiga D harfini SMS qilib jo'natib, hisobingiz haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'ling. Siz turar joyingizdagi elektr tarmoqlari korxonasiga kelib, navbatda turishingiz va qimmatli vaqtingizni yo'qotishingiz shart emas. To'lovni Paynet, Payme, Click, pochta va atrofingizdagi ixtiyoriy kassa orqali ham amalga oshirishingiz mumkin. Qarzdorlik tufayli elektr tarmog'idan ajratilib, iste'molchi tomonidan qarzdorlik to'liq bartaraf etilgandan so'ng, uzog'i bilan 30 daqiqa mobaynida jarima to'lamasdan iste'molchi tarmoqqa qayta ulanadi. Shu vaqt mobaynida tarmoqqa ulanmasa, elektr ta'minoti korxonasiga telefon orqali murojaat qiling. Hisoblagichdagi ogohlantirish chirog'i yonganda ortiqcha xavotirga tushmang. Bunday holatda shirkatlarga murojaat qilib, ulanish tizimlarini o'z holatiga keltirish zarur bo'ladi. Bu uchun hisoblagich tamg'asini uzish talab qilinmaydi. Behuda vaqt va behuda pul sarflamaslik foyda demakdir. Elektr energiyasini tejash vaqtingizga va hamyoningizga foyda keltiradi. Hududiy elektr tarmoqlari birgalikda yorqin kelajak sari.